Assalomu alaykum, Ko'chma do'kon kanali a'zolari. Mana bizda endi faqat ko'chma do'kon bilan chegaralanib qolmasdan temir chorpiyalar yasash xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Mana bu chorpiyalarimizni asosiy ramasiga 8 ga 8 lik profildan, aylanasiga esa 4 ga 4 lik profildan qo'yilyapti. Barisi qalin, hech qanaqa aldam narsa emas. Mana pastki qismiga ham ikki qator o'sha profildan yurg'izganmiz. Pol qismi ham temirdan bo'lgan, hech qanaqa o'sha konteynerdan yoki eski materialdan emas, hammasi yangi materialdan foydalanilgan. Chorpiyalarimizni pastki qismlariga ham polni kraska bo'lgan, hamma joyi xudo xohlasa zanglashni ham oldini oladi. Mana bu chorpiyamizni ham o'sha yangicha stilda qilib nasib bo'lsa qildik. Bu chorpiyamizni ham o'sha pol qismi temirdan pastki qismlarigacha hamma joyi kraskadan chiqqan. Mana bu yerda ham hali bitmagan chorpiyalarimiz bir talaygina. Ularni ham nasib bo'lsa ertadan hammasi bitganini yana bitta syomka qilib sizlarga beramiz. Mana buni hamma narsasi bitgan, faqat kraskasi qolgan. Mana hali bitmagan ko'rinishini ko'rsataman. Mana bularni tagidan ham o'sha 10 ga 5 lik profil ikki qator o'tkazilgan. Nasib bo'lsa baquvvat uzoq yillik xizmatlaringizni qiladi. Videomiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kimga yana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarimiz orqali bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin va bizni Telegram, Instagram, YouTube tarmoqlari orqali kuzatib boring va sizga shunaqa yangilik narsalarni qo'yib boramiz.